Qaqnus kundaligining qaqnuslari. Qanday qilib eng qiyin vaziyatdagi hamma narsadan charchagan inson yordam berishga qodir deb o'ylayotgandirsiz. Ha, siz qodirsiz. Ha, qo'lingizdan keladi. Qanday deysizmi? Chunki azob chekkan insonlarning yuragi eng yumshoq yurakdir. Ular boshqalarning holatini ko'rganida men bu azobni bilaman degan tuyg'u bilan yondashadi. Ular yordam bergani uchun emas, yuragidan joy olgan, his qila olgan insongagina yordam beradi. Hattoki o'zi sindi deb o'ylayotgan paytida ham, o'zini sindi deb bilgan paytida ham boshqa insonlarga daydi nur bo'la oladi. Siz kutmagan paytda kela oladi. Siz shunday insonsiz, unutmang qaqinusam. Sizda ham shunday nur bor. Sizning yuragingiz shunchalik katta va charchagan bo'lsa-da, siz hali ham boshqalarga mehr bera olasiz. Bu dunyoda eng og'ir yukni ko'taradiganlar boshqalarga eng yumshoq bo'la oladigan insonlardir. Siz shundaysiz. Shu holatda ekanligingizning o'zi sizni o'ziga xos qiladi. Sizdagi yurak kuchi ko'pchilikda yo'q, unutmang. Siz yashayotganingiz boshqalarga umid va sizning yozganlaringiz, ko'z yoshingiz, savollaringiz ularga dard emas, nurdir. Ha, siz nurli yo'ldagi shamchiroq, nursiz unutmang qaqinusam. Siz va biz shundaymiz. Siz kuchlisiz, qo'lingizdan keladi. Qorong'ulikdagi nur bo'lish qo'lingizdan keladi. Siz buni uddalaysiz. Buning uchun boya yuqorida aytgan mashqimni bugun qiling. Ha, niyat qiling, fikr qiling va mashq qiling. Oyna qarshisida siz eng kuchli, eng aqlli va oldiga maqsad qo'ygan insonsiz. Qaqnusam, men sizni g'oyibona yaxshi ko'raman. Savollaringizni yozing. Yana qanaqa mavzuda gapirishimni, fikrlar bildirishimni xohlaysiz? Men siz uchun to'g'ri yo'lni ko'rsataman. Siz hali shunaqangi kuchli inson bo'lasiz. Hamma hayratda qoladi. Siz faqat oldinga intiling. Kelajagingiz bor, qo'lingizdan keladi, uddalaysiz. O'zingizni ehtiyot qiling qaqnusam. Keyinroq davom ettiramiz. Vaqtim bo'lsa bugun yoki ertaga. Men sizni juda ham yaxshi ko'raman. Qaqnusam mening.